Denervatsiya amaliyoti, jinsiy olat nervlarini kesib qo'yish. Assalomu alaykum. Juda ko'pchilik obunachilarimiz tomonidan shu mavzuda savollar ketma-ket kelyapti. Biz shuni inobatga olib, sizlar uchun bu mavzuda video qilishga qaror qildik. Denervatsiya amaliyoti erta bo'shanishda jinsiy olatning ma'lum bir nerv tutamlarini kesib qo'yishga aytiladi. Bu amaliyotni bajarish uchun maxsus test o'tkaziladi. Jinsiy olatga lidokain sprey sepiladi va lidokain sprey sepilgandan keyin 10-15 daqiqadan keyin o'sha sepilgan spreyni yuvib tashlab, jinsiy yaqinlik ko'riladi. Agar jinsiy yaqinlik vaqti lidokain spreyni qayta qo'llaganingizda, bir marta emas, bir necha marta qo'llaganingizda jinsiy aloqadan davomiylik vaqti o'zgarganini his qilsangiz va sezsangiz, demak sizda o'sha lidokain test ijobiy bo'ladi hamda denervatsiya amaliyotini bajarish mumkin degan xulosaga kelinadi. Lekin denervatsiya amaliyotini darhol bajarishni biz tavsiya qilmaymiz. Sababi erta bo'shanish ikki xil sababga ko'ra bajariladi. Bular psixologik va organik deb aytganmiz. Psixologik hozirgi kunda juda ko'pchilik insonlarda uchraydi. Sababi juda ko'pchilikda hozir yetarlicha ijtimoiy muammolarga ega. Ko'chada stresslar, asabiylashish, yetishmovchilik, oilada janjallar, har xil holat tufayli bosh miyada doimiy qo'zg'aluvchanlik bo'ladi. Bu ayniqsa 30 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan erkaklarda juda ko'p uchraydi. Shuning uchun jinsiy yaqinlikka kelgan paytda tez bo'shanib qo'ygandan keyin erkak kishi rohat olish mumkin bo'lgan bitta akt bor, bu ham bo'lsa jinsiy yaqinlik. O'sha vaqt ham tez tugab qolgandan keyin buni o'ziga qabul qila olmaydi va aloqa vaqtini uzoqroq bo'lishini xohlab qoladi. Lekin buning uchun o'tkir qaror qilishni doim birinchiga qo'ymang. Srazi bosh miyasini nervini kestiraman, aloqa vaqti cho'ziladi, yarim soatlab demak aloqa qilaman, dolgograshi bo'ladi degan mavzuda qattiq qaror qilmang. Sababi insoniyatning nerv tizimi vaqt o'tishi bilan o'zgaradi. Masalan, siz 35-40 yoshdan keyin hayotingizdagi masalan ma'lum bir muammolar tugab, hayotingiz o'z o'rniga tushib, bosh miyaning psixologik holati, nerv status holati demak o'zgarish natijasida jinsiy aloqangiz ham normaga qaytishi mumkin yoki tiklanishi mumkin. Chunki juda ko'pchilik odamlar hozirgi kunda depressiyaga moyil, stressga juda ham moyil. Men shu o'rinda shunaqa toifadagi bemorlarimizga birinchi o'rinda tavsiya qiladigan bo'lardim. Sizda agar shu turdagi muammolar bormi, albatta mutaxassis bilan maslahatlashing hamda bosh miyani tinchlantiruvchi dori vositalari bilan birga urologik lecheniyalarni olib turish kerak. Agar bu muolajalar yordam bermasa, ya'ni antidepressan dori vositalarini uzoq vaqt ichib turiladi, masalan 3 oydan 6 oygacha ichdingiz, bosh miya tinchlandi, aloqa vaqti cho'zildi, demak amaliyotga sizda hech qanaqa muhtojlik yo'q. Lekin antidepressan dori vositalarini qabul qildingiz, asabingiz tinch, hech qanaqa nevrologik muammolar yo'q, psixologik muammolar yo'q, boshqa sabablar yo'q, lekin aloqa vaqti tez tugab qolyapti. Shunda ham srazi amaliyotni bajarishga biz sizga tavsiya qilmaymiz. Hozirgi kunda filtrlar qo'llanyapti. Maxsus gialuron kislotalari, gialuron gellarni jinsiy olatni bosh miyasiga inyeksiya qilib chiqiladi. Bu inyeksiyadan keyin ko'pchilik bemorlarda 2 yilgacha, 3 yilgacha o'z samarali effektini beradi. Ma'lum bir vaqt o'tgandan 2-3 yildan keyin u o'z-o'zidan insondagi o'sha nerv tizimini qayta programmalashish oqibatida sizni jinsiy hayotingiz yoki jinsiy yaqinligingiz demak o'z-o'zidan to'g'rilanib ketishi ham mumkin. Denervatsiya amaliyoti siz hozir yoshlikda uni shoshma-shosharlik bilan bajarib qo'yganingizdan keyin 50 yoshdan keyin jinsiy aloqani tugata olmay qiynalib ketishingiz mumkin. Jinsiy aloqa demak erkak kishidagi fiziologik kuch bilan hamohang bo'ladi. Siz 50 yoshdan keyin kasal bo'lishingiz mumkin, jinsiy quvvatingizdan tashqari jismoniy quvvatingiz pasayishi ham mumkin. Jismoniy quvvat pasaygandan keyin sizda ereksiya bor, lekin siz jinsiy aloqani vaqtida tugata olmaysiz, uzoq bo'lib ketadi, quvvatsizlanib qolib, sperma chiqara olmasdan, demak jinsiy aloqani majburan tugatib qo'yishga sababchi bo'lishingiz mumkin. Bu yanada og'irroq siz uchun stress bo'ladi. Har bitta narsani bajarishdan oldin, amaliyotni qo'llashdan oldin mutaxassis bilan maslahatlashib, chuqur o'ylab keyin qilishni tavsiya qilamiz. Shoshma-shosharlik bilan kimlardir reklamasiga, kimlardir internetdagi qo'yilgan shunaqa chiroyli turdagi har xil chaqiruvlarga quloq solib, borib darhol amaliyotga rozi bo'lib, keyinchalik muammoga duch kelib qolmang. Biz siz uchun faqatgina eng yaxshisini tavsiya qilamiz. Shuning uchun kanalimizni doimo kuzatib boring, bizning profilimizga obuna bo'lib qo'ying. Agar videolarimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, o'zingizning fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Agar sizga yanada muhimroq savollaringiz bo'lsa, direktimizga yozsangiz,
Biz sizga qo'ldan kelguncha javob yozib, sizning salomatligingizni tiklashda yordamchi bo'lsak, doimo xursandmiz. Sog' va salomat bo'ling.